Do'stlar, siz yanlış silikonni obzor qilib oling tez. Bu bog'cha, boshqa bog'cha. Bu boshqa. Assalomu alaykum hammaga, bizning kuzatuvchilarimiz. Xo'p. Biz silikonli qolip bilan kauchukni farqini farqlashtirib beraman. Silikonli forma bir martalik bo'ladi. Temir, puk, bunaqangi plastmassa hozirgi chiqaryapti turgan gullardan qolip olishga juda ham bizga ma'qulroq narsa. Bu materiali ham silikonli materialimiz ham juda ham zo'r narsa. O'zimizga ham juda yoqadi. Faqat nu tarafi jicha narxiga bizga to'g'ri kelmay qoladi yoki klientlarga jicha qimmatroq narsa. Buni bir marta eritasiz, qayta ishlamaydi. Lekin quyish jarayonida juda ham oson, hech narsa kerak emas bunga. O'zini quyib chiqarib tashlaverasiz. O'zimizda kauchuk qolipimiz bo'lsa, keladigan bo'lsa, buni 10 martagacha qayta ishlasa bo'laveradi. Guli misol 1 yildan keyin o'zgaradigan bo'lsa, qaytarib olib kelsangiz, o'zimiz yana qayta ishlab beramiz. Muammosiz bu narsa, ham narxiga kelganda narxi ham arzon. Ish jarayonida bir xil vazifa ko'rsatadi. Silikonda shu tarafi bor, pukli narsalar, erib ketadigan narsalar qo'ysangiz, ham sifatli, ham zo'r chiqarib beradi. Bu narsa bo'lsa, faqat gips yoki betonli temirdan qolip olish kerak xolos. Chunki bu gradusli narsa, katta gradusda eriydi. Chunki pukli erib ketadigan bunaqangi plastmassa gullarda qolib olib bo'lmaydi. Atak tanlov bo'lsa, ikkalasi ham zo'r. Juda ham ma'qul narsa, faqat buni narxini ko'targanlarga qo'yib beriladi. Bu ham o'ziga yarasha ko'p oladiganlarga arzon tushadi. Jonlaringiz sog' bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar.